ustoz xattot Niyoz Kerim Sharqi apandining xattotlik haqidagi mono so'zini sovg'a qilay. Madaniyatda xattotlikning taqdiri millatning taqdiri bilan zish bog'langan. Til yeziqning jon tomiri millatning jon tomiri bilan birlashib ketgan. Vaholanki bundoq munosabat bizga shundoq bir haqiqatni jakarlaydi. Ya'ni xattotlik san'ati millatning madaniyatini qo'g'daydigan, gullab yashnatadigan, bevosita ta'sir ko'rsatadigan ajoyib esil xususiyatlarni o'ziga mujassamlagan bebaho go'hardir.